Payg'ambarim alayhissalom xonadonlariga kirib keluvdilar. Ummu Salama radhiyallohu anha onam yig'lab o'tirganlarini ko'rdilar. Ey Ummu Salama, bugun otangizni azasiga necha kun bo'ldi dedilar. Otalarini ko'mgan ekanlar. Hozir asr namoziga azon etsa 3 kun tugaydi dedilar. Darrov ko'zingizga surma torting, sirg'alaringizni taqvoling, azangizni tugagani bilinsin dedilar. Ummu Salama onam hayotlarida surma qo'ygan xotin bo'lmagan ekanlar, dugonalardan surma so'ratib keldilar. Ko'zlariga surma tortdilar, quloqlariga sirg'a taqdilar-da, Alloh o'zing beruvding, o'zing olding, 3 kunlik azam tugadi dedilar. Hovliga chiqib, ishqib yuruvdilar. Pas-pas bo'larkan, u paytdagi devorlar, ko'chadan o'tib ketayotgan ayollar hovlida yurgan Ummu Salama onamni devor oshib ko'zi tushdi, nazari tushdi-da. Ya Ummu Salamani ko'ziga surma tortilibdi. Azasi tugabdi shekilli deyishdi. Shunda payg'ambarim alayhissalom chiqib jamoatga e'lon qildilar. Qaysi xotin otasini ko'madimi? Onasini ko'madimi? Jigaridan ayriladimi? Farzandidan ayriladimi? 3 kunlik azaga rozi bo'lib, 3-kundan keyin ko'zini qarangki surma bilan bo'yab, qulog'iga ziragini taqib, azasini tugaganiga rozi bo'lsa, qiyomat kuni mening shafaatim unga vojib bo'lsin dedilar. Ya'ni tumonat xaloyiq ichidan o'zim jannatga yetayman deb va'da berdilar. Bir vaqtda biz bilamiz 1 yilgacha ko'k kiylarda 4-5 ta ayol o'tib ketsa, bir xonadonni opa-singillari bo'lardi. 1 yilgacha otasi o'lsa, onasi o'lsa, hatto yozgi kuni ham qora paypoq kiyib, ko'k ko'ylak kiyib yurilardi. Demak, bu jaholiyatni davridan qolgan narsa ekan. Arab ayollari 1 yilgacha chochini taramas ekan. Azasini belgisi hisoblanar ekan bu. Bitlab ketar ekan 70 darajali issiqda. Mana shu qarangki 70 darajali issiqda qarab bo'lmas ahvolga kelib qolar ekan. Qancha ayol qo'rqinchli ahvolga tushsa, shunchalik azani qoyil maqom tutayotgan ayol hisoblanar ekan. Bir kuni bir joyga borsang, eshikdan 4 ta qiz kirdi, uvoz solib yig'laydiki, ehsonda o'tirimiz, endi kelib bitta duo qiluvdik. Duo atlab 4 ta qiz yig'lasa nima ekan dimiz-a? Butun o'yi boshlariga ko'tarib tashlashdi. Hadisingiz eshitmaydi, hadisingiz eshitmaydi, bir kalima Qur'onni yangratib o'qib yoruvdik. Qur'on bor joyda sokinat farishtalar tushadi, sokinlik tushdi. Nima qilganinglar bu? Shunchalik ham ozor berasizlarmi o'tgan odamga deb turib, dakki bersam yonimda o'tirgan ayol aytadilar. Ha, unaqa demay, otinoyi. Men bularni amma xolasi bo'laman, yoshim katta. Otasining yuzini yorib quvvatdi deydilar. Otaning yuzi qancha qiz kuchliroq qichqirishi bilan yorug' bo'lmaydi. Qaysi qiz ko'proq shang'illab, ko'proq boshini ko'tarsa, o'sha otaning yuzi yorug', ruhi shod bo'lmaydi. Bir o'tgan otani ketidan 5 mahal namozda turgan, bir o'tgan otani ketidan Qur'on tilovat qilgan, uzoqdan yaqinda turgan qavmi qarindoshini otasidan keyin ham aziz tutib eshigini ochgan. O'sha otasini jigari bilan bordi keldi qilganlarni otasining ruhi shod bo'lar ekan. Onam o'tdi nima qilayin dedi payg'ambarim alayhissalom aytdilar. Onangdan keyin ruhi shod bo'lsin desang, onangni dugonasiga, xolalaringga qara, tog'alaringga qara dedilar. Otamdan keyin otamning ruhi shod bo'lsin desang, amakiga, ammaga qara. Otangni do'sti yoriga qara dedilar. Otang aziz qilgan insonlarni aziz qilsang ruhi shod bo'ladi dedilar. Parvozlab inshaalloh jannat sayr qiladi dedilar. Demak, mana shu narsani farzandlarimizga o'rgatib bilishimiz kerak ekan. Farzand dunyoga nimaga keladi deb savol berilganda, dunyoga keltirayotgan farzandlarimiz orqamizdan duo qilish uchun kelar ekan. Bir kalima Qur'on o'qib duo qiladi. Namoz o'qib ketidan duo qiladi. Onamga rahim qilgin Xudoyim, dunyolarda qilgan mehnatlarini qabrda yo'ldosh qilgin, o'ziga rohat qilib bergin deb duo qilar ekan. Sarvari koinot alayhissalom aytibdilar. Jon berayotgan odami boshida la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh kalimasini bo'g'im qilib shoshmay etinglar dedilar. Yo onam bilanlar bu kalimani deb etmang dedilar. Nega? Chunki jon berayotgan onang o'zi bilan o'zi ovora bo'lib turibdi, tili kalimaga kelmaydi dedilar. Bilgan odam yetolmay qolar ekan, shu darajada o'lim achchiq kelar ekan. 360 tomiri chirs uzilganda miyada chaqmoq chaqib miyani otib oladi ekan. Shuning uchun bir azavliyo aytgan ekanlar, do'st bo'lsang bolam, boshimni bosib tur, jon berayotganimda degan ekanlar. Qarang. Ana endi kalimani aytib tursak, kimdir tili bilan jo'r bo'lar ekan, kimdir qalbi bilan ergashar ekanda, payg'ambarim alayhisalom aytgan ekanlar. Qaysi ummatimmi oxirgi so'zi la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh bo'lsa,
o'sha ummatimni jannatga kirganiga men kafilman degan ekanlar. Faqat boshqa oxirida dunyo so'zini gapirib qo'ymasa bo'ldi ekan. Oxirgi so'zi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lsa, jannatga kirganiga men kafilman degan ekanlar, hujjat qilib aytgan ekanlar. Yana marhamat qildilar. Qaysi ummatim poyi tahorat bilan, namozga qilinganday tahorat bilan uzilsa, shahidlar maqomida uzilibdi dedilar. U qanaqa bo'lar ekan shahidlar maqomida uzilish? O'lgan zahoti, qabrga qo'ygan zahoti jannat bilan qovushar ekan, so'roq javob bo'lmas ekan qabrda. Qiyomat kuni tuproqdan turib kelganda sirotni ko'rmas ekan, mezon tarozisini ko'rmas ekan, to'g'ri jannatga kuzatib qo'yilar ekan. Kimga? Uzilayotganda poyi tahorat, namozga qilgandek tahorat bilan uzilgan bandaga berilar ekan. Shuning uchun so'raylik. Allohim kalima-i shahodatda, mukammal poyi tahoratda jonlarimizni omonatini olsin deb so'rashimiz kerak ekan. Jon